Navdan berdiğimizde keyin xafa bo'lib turishadi. Voy, davay ishlatyapti. Voy, rosa yig'laydi-ku. Bugun Usmon kishi tushdi. Voy! Muncha zo'r men sizlarga. Salom bolalar. Aka bugun dubl urdim. Rostdan? O'qdi. Bitta bolani aldab, Voy. bittasini mana aldab ketdim-da, keyin mana bu Keyinchi hech narsa bo'lmadi. Voy, keyin ikkita odam oldim deydi. Kilo itaruvdi-da. Oxirisi mana sekin tepdim-da, pustoyga bo'ldi. qani Usmon, nima bo'ldi? Imron. Voy, zo'r bo'pti. Voy, ana. Endi fe'l Hozir men endi sizlarga emas, Imronga bitta syurpriz. Ha, menga? Menga-chi? 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 iPhone 17. Menga-chi? 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 Спасибо, mama. Rahmat. Вместе теперь смотреть телефон. Честно? Такая маленькая. Вау. А мне тоже купите. Endi Endi ozgina kattaroq. А сколько зарядкасы bormi? bilmadim. Mana. Yazmaysizda. В telefoне маленькая. Linasi ham bor. Aniq chiqarganda bu mana bu. Bunday teshigimda qilsa. Telefon sim karta chiqargan. Qara. Xafa bo'lmadinglarmi? Usmon, xafa bo'lmadingmi? Men xafa bo'ldim. Men telefonimga olib keyingi safar olib berishadi. Samiyasan xafa bo'lmadingmi? Vau, вообще yo'qdi. Qilay qizim. Чехол. Zamira ekranda iPhone 17. Endi Buyursin. men aya bo'laman. Ayamni bo'laman. Ana, ming so'm. Nega? Я тоже? Да. Ой, jonim benim. Usidan qo'ydi buzimga. Белый, я хочу синий. Yo'q, qiz bolaga mana oranjevый sizlarga kelguliga ol. Ura! Zaryadkasi faqat boshqacha iPhone'niki emas. Menga Type-C kelmaydi. Bu Type-C emas. Type-C. Ha, bu. Ura! Ana! Adasiga. Sizga ham rahmat. Adasiga rahmat. O'zbekcha gapiramiz faqat. Rahmat! Теперь это надо зарядить. Я буду его носить. Алло. Endi u qachon oyoqlardan nechi? Jondi. Вот. У тебя 8 may emas-ku? О. Ютубчик. Ютуб. Сейчас много с это. А Roblox можно здесь искать? У меня сработало все? Наверное. Qara, Samira. YouTube. А qanaqa? Endi bu yoqiladi? Ha, Wi-Fi. А там можно скачивать? O'zbekcha gapiramiz qani. Qana qilib bitta skачать? Qochirsa bilan. Mana. Roblox. To'xta, Wi-Fi yo'q-ku bunda. Rasmiyam. Ertalab ketib, kechqurun mana uyga endi soat 11 bo'libdi kirib keldim. Tishim og'rib qoldi o'rtada, tish doktoriga borib keldim. Qozonlar yuvilmagan, tish tomonlar bir ahvol, hamma narsa hamma yo'da, yoyilib yotibdi. Bu dilemma mana haqiqat. Ayol kishi ishlasa, uy bir kun emas, yarim kunning ichida nima ahvolga tushadi. Tilaya вообще rahmat bo'libdi. Bu spalning umuman o'tga kirib bo'lmaydigan. Mana shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun ham ishlab, ham uyni eplash oson emas deyman men har doim. Oson emas. Hozir endi bolajonlarning qo'lidamiz va hamma yo'lni to'g'rilab, tozalab, keyin yotib dam olamiz va ertaga yana ertalab 11 dan ishga. Xayrli tong, yaxshi dam olinglar.